Azizlar, e'tiboringizga Arcfox kompaniyasiga tegishli bo'lgan avtomobillardan biri Arcfox Kaole S modelini taqdim etamiz. Avtomobilimiz ikki xil rangda va ikki xil komplektatsiyada sotuvda mavjud. Oq rangda hamda delfin rangida sotuvda mavjud. Sotuv narxi 22.500 dan 23.500 gacha tashkil qiladi. Avtomobilimiz narxi shunaqa va avtomobilimiz to'liq quvvat evaziga 500 km gacha masofa bosib o'tadi. Oldi privitda harakatlanadi, 160 ot kuchi, 360 kamera, kirib chiquvchi eshik ruchkasi, tomlari ham mana shunaqa qora rangda ajoyib podbor tushgan. Interyer qismimiz ikki xil mato, trikotaj hamda koja bilan ishlangan. Haydovchi o'rindig'ida isitish sovutish funksiyasi bor. Bu 23500 lik komplektatsiyada mavjud. Adaptivniy cruise control, multi rul, rejim polasi, 2 zonali klimat kontrol, markaziy monitor, ikkita podstakannik hamda buyumlar qo'yish uchun joy, qo'shimcha kattakon javonlar ham mavjud. Avtomobilimizni asosiy fishkasi, ya'ni bu uni yon tomonga ochiluvchi eshigi hisoblanadi. Avtomobilimizni siz tashkilotingizga, taksi yo'nalishi uchun yoki oilangiz uchun xarid qilish uchun eng ideal variant hisoblanadi. Ikkinchi qatorimizda ham joylar ko'rishingiz mumkin yetarlicha. Meni bo'yim 176 va men xotirjam o'tirgan holatimda ham joy bemalol. Tomda kattakon panorama, vozdixovod eshik yon qismiga joylab o'tilgan, hamda bu yoqda qo'shimcha portlar. Oldi qismda ham mana ko'rishingiz mumkin joylar yetarlicha. Ya'ni orqadagi yo'lovchi ham, oldindagi yo'lovchi ham bemalol ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Orqa bagajimiz, ya'ni komplektatsiyaga ko'ra qo'lda yoki elektropaketda ochiladi. Orqa bagajning qismimiz ham keng. Avtomobillarimizni xarid qilish uchun yoki test drive qilish uchun albatta barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.